Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, Xorazmda. Xudo xolasa yana servisimizda aerofil kotelimiz bor. Shuni taxlab turibmiz. Mana o'zini ochishga etib, bolalar taxlab, hamma joy-joyini qo'yib, graduslari 60 ko'rsattirdi. Qo'lni ochishga etilib, berildi. Xudo xolasa egasini olib borib, topshirib beramiz. Shuni xizmatlar bo'lsa, murojaat etaverasizlar. Bunda yana bir aerofil kotelimiz bor. Diyarbakır shahid Samat Prachka, bunda Rasulbek Xival shahidimiz, xudo xolasa Xivada servis bo'ladi bu. Bunda aerofil kotellarimiz qo'lni ochishga etib, hamma uchun rezinkalar hammasi almashadi. Shularni e'tibor etib, qo'lni tozadan qo'yiladi hammasi. Hamma uchun patida tozalab ochishga etiladi. Ko'plab mendiklar ham, tarelkalar ham. Bunda yana eja kotelimiz bor. Buni ham qo'lni ochishga etib, taxlanib turibdi. Shunday xizmatda bo'lsa, ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz. Murojaat etaverasizlar.